fizika fanidan boshlaymiz. Buni sababi fizika fanidan sababi boshlashimiz sababi. Asosiy sababi Anvar Boburjon bo'ladi. Qarsak cholmaymiz. Anvar Boburjon A+ 7741 ball bilan A+ olibdi. Dahshatmi? Chalmanglar. Bo'l. Hali zo'r 5-fandan sertifikat olgan o'quvchilarimiz chiqadi hali. Lekin A+ ham 77 ballni olibdi. Bu matematikadan B+ sertifikati bor. Ona tildan tayyorlanyapti. Xo'p, tarixdan tayyorlanyapti. Matematikani yana ko'tarsang yaxshi bo'ladi. Tabriklayman. O'qituvchilarda ham yo'q natijani qo'lga kiritib qo'yibdi, malades. Turur joyingga. Xo'p, bo'ldi. Xo'p. Keyingi o'quvchimiz, bu o'quvchimizda uje 4-fandan sertifikat, bularga 4 taga yuradi, shuttasi. Xo'p. Abdusalom Muslimjon matematikadan sertifikat bor, tarixdan sertifikat bor, endi fizikadan. Agar qilmaslik kerak bo'lsa, umuman hech kim qildirolmaydi. Bu shuna bo'lish kerak odam. Mana shu bolalarda men o'zimni ko'rganman o'shanda. Xo'p. Keyingi sertifikat natijamiz Ahmadali va Sarnos 92% matematikadan Qizlar qarsak cholmaymiz a? Xo'p. Matematikadan 100% sertifikati bor bu qizni. Mana fizikadan 92% sertifikat olyapti. Xohlasa 100 qilishi mumkin yoki boshqa fanlar davom ettirishi mumkin. Tarixdan ham sertifikat bor, ona tildan tayyorlanyapti. Yashang. Xo'p. Keyingi o'quvchimiz Odilov Alisherjon. Matematikadan sertifikatlari bor, endi fizikadan olyapti. Bolalar bo'ldi. Ha? Qarang. Ha, berib yuborsin. Xo'p. Keyingi o'quvchimiz Xo'p. Shertoyev Jasurbek. Tabriklaymiz. Bolalar, ey. Yasha. Meni gapim o'tsin senlarga. Shunday cholmang, noinsoniy qiliqlar qilma. Bo'ldi. Xo'p, keyingi o'quvchimiz matematikadan sertifikat bor, fizikadan sertifikat olyapti. Yo'lchiboyev Shohjahon. Tabriklayman. Yasha Shohjahon. Xo'p, keyingi qizimiz matematikadan sertifikatlari bor, fizikadan ham xuddi shunday sertifikat olyapti. Hoshim va Marjona Bonu tabriklayman. Xo'p, qiz bolalar sertifikat olsa juda xursand bo'lib turgan bo'lib qoldim. Sababi yashasin. Sababi qiz bola mehnat qiladi-ku, shu mehnatini shuncha odamning oldida qadrini topishi bu juda katta natija. Ayniqsa o'zi o'g'lingni o'qitibsan, o'zingga yaxshi qilibsan, qizingni o'qitibsan, ummatga yaxshi qilibsan degan bir katta insonlardan qolgan gap bor. Keyingi o'quvchimiz Mamadaliyev Og'abek. Tabriklaymiz. Yasha. Xo'p. Qaranglar, qiziq narsada bizga juda ko'p narsa yoziladi. Sizlar sertifikat olganlarni Instagramga joylab boramiz, YouTube'ga, ha? Xudo xolasa sizlar ham chiqasizlar. Ha? Nimalar? Boburbeklar chiqadi, xudo xolasa. Shuna yozyaptiki, "Domla, ramkaga solib bering, chiroyliroq bo'ladi", deyapti. O'sha kommentariya yozib turgan odamga aytib qo'y. Kameraga qarab gapiring. Xo'p. Shuncha odamga birinchidan ramka qilamiz. Ikkinchidan milliy sertifikat ham har doim alam qilgizganda, ertaga uyga javob degan kuni chiqib, nimaga ramkaga solishga ulgurmay qolamiz. Doim shuna bo'ladi. Keyingi o'quvchimiz 10-sinf. Xudo xolasa 11-sinfda 100% sertifikat qiladi va akasiga o'xshab. Xo'p, Rahmatullayev Abdulquddus tabriklayman. Sertifikatda sertifikatlari chiqqan, sertifikatga chaqirishim aniq bo'lganlar iloji boricha birinchi qatorlarga kelaversin. Biologiya, tarix, fizika. Xo'p, Oxun va Muxlisaxon tabriklaymiz. Ha, qizlar, ha. O'tkazib yuboringlar.
Xo'p, keyingi o'quvchimiz Muxlison, tabriklaymiz. Keyingi o'quvchimiz matematikadan sertifikatlari bor, fizikadan olyapti. Abdurahmonova Dildoraxon, tabriklayman. Yaqinlashtiringlar. Xo'p, yashang. Keyingi o'quvchimiz 10-sinf, keyingi yil 100% sertifikat oladi, xudo xolasa. Xolboyev Nazarbek, tabriklayman. %100 qilasam keyingi yil yo yetadimi? Vashi yetmasin shu. Qilaman 100% degan. Xo'p, keyingi o'quvchimiz Ismoiljonov Ilyosjon, tabriklaymiz. Xo'p, tabriklayman. Geçti. Keyingi o'quvchimiz Haydarova Saodatxon, tabriklaymiz. Xo'p, va so'nggi o'quvchimiz Ahmadjonov Lochinbek, tabriklaymiz. Mang. Saodatxon. Yasha, tabriklayman. Xo'p, endi ozgina gapirib olaman. Fizika, matematika fani endi umuman olganda kim qaysi fanni o'rganib turgan bo'lsa, o'sha fanni chuqur o'zlashtirish mas'uliyati borligi uchun o'sha fan unga og'irlik tuyulaveradi. Aynan matematika, fizika juda ham qiziqarli va ozgina og'irroq fan. Xudo xolasa sizlar yana bitta registratsiya qilasizlar, 100% qilasizlar, boshqa gapim yo'q. Tushundilaring-a? Sen